Birinchisi bu yerda pul yutib, qimor o'ynab, pul yutib, qarzini yopsa. Xo'p. Qimor, yomon, gunoh, harom ishligini hamma yaxshi biladi. U odamni birovga qarzini bergandan keyin u odam oladi, qarzi sohib bo'ladi. Lekin bu odamga bu qarzni uzish uchun topgan puli buning uchun harom bo'ladi-da. Bu harom kichkina amal emasda. Najosat bilan yuvilmaydi-ku. Najosat suv bilan yuviladi. Qarz uzish yaxshi amal, qarz uzish vojib, bo'ynidagi majburiyat, lekin uni halol yo'l bilan qilish kerak-da. Qarzni qarz bilan ham uzmaslik kerak-da. Oluvchi ham shu puli haromligini bila turib, olib qarzingga bo'ldi, senlar shu o'sha bitta tomoni ham bor-da. Misol, menga qizig'i yo'q, qaysi tomonlama qarzingni uzsang deydiganlar ham bor-da. Haqdorlar qarzdorlarni yomon yo'l bilan sizni haqqingizni ado qilishga majbur qilmang. Alloh taolo Qur'onda haqdorlarga aytadiki, muhlat bering. Muhlat bering, imkon bering, yordam bering, yo uyingizga olib kelib ishlating, masalan, bu ishni qilib bering, buncha qarzingiz uziladi, yo do'koningda ishlang, buncha qarzingiz uziladi. Deb qanaqadir imkoniyat, yo muhlat cho'zib bering yoki bo'pti, menga yarmini bersiz, yarmiga roziman, qanaqadir imkoniyat berish kerak. Shunda inshaalloh shu chiroyli bo'ladi. Alloh barakot bersin. Menimcha tushunarli bo'lishiga mana shu